Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan Sovulti Hangugo 1A kitobi 6-mavzuni o'tamiz. Xo'p, 6-mavzumiz Olma yeyo, ya'ni nechpol qancha degan mavzu ekan. Xo'p, yana bir bor eslatib o'taman. Shu mavzuni o'tishdan oldin albatta Sovulti Hangugo 1A kitobining 6-mavzusini lug'atni yodlab qo'yishni tavsiya qilib qolaman. Xo'p, birinchisi urfiy lug'at turibdi, ya'ni bu lug'atlarimizni mustahkamlab olish uchun mashq. Endi bu yerda xo'p, ovqatlarning nomlari. Bu ovqat o'sha qayerda turibdi? O'shanga bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, hop, naengmyon. Naengmyon mana bu yonda ekan. Hop, kimchi. Kimchi mana bu yerda. Mana shu holatda bog'lab qo'yamiz. Hop, ikkinchisi bo'lsa, tam sutjaril ilgo bo'lsa yo. Quyidagi raqamlarni hop o'qib ko'ring deyapti. Hop, 1 xana, 2 tul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahob, yo'l. Ya'ni 10 gacha sanadik. Hop, biz o'tgan darslarda aytdik, koreys tili sanoqlar 2 turga bo'linadi dedik. Birinchisi Xitoy sanoqlari va ikkinchisi Koreya sanoqlariga. O'tgan safar biz Xitoy sanoqlarini o'tgan edik. Ya'ni o'sha il, i, samsa, o, yuk, chil, pal, ku, chip va hokazo. Ya'ni hop Xitoy sanoqlari 0 dan boshlab cheksizgacha bo'ladi dedik. Endi bu bizda sof Koreya sanoqlari hisoblanadi. Bu Koreya sanoqlari 0 dan boshlab 99 gachani tashkil qiladi xolos. Shuni eslab qolishlaring kerak bo'ladi. Endi qachon ishlatiladi, qachon Koreya sanoqlari, qachon Xitoy sanoqlarini ishlatamiz desak, bu endi o'sha ishlatishimizga qarab turib bo'linadi. Bularni yana darsimiz davomida o'tib ketamiz. Xo'p, misol uchun 10 yo'l bo'ladigan bo'lsa, endi 11 nima bo'ladi desak, 10 ga 1 ni qo'shib ketaveramiz. Misol 11 yo'l 10 degani 1 xana ekan. Ya'ni yo'lxona. Yo'lxona 11, 12 bo'lsa yo'ltul, 13 bo'lsa yo'lset va hokazo ketaveradi. Ya'ni 19 bo'lsa, birinchi 10 yozamiz yo'l, keyin 9 yozamiz ahob. Mana shu holatda bu endi 19 bo'ldi. Endi o'nliklar qayerda desak, endi o'nliklarni alohida men sizlarga yozib beraman. Ya'ni, xo'p, o'nliklar ketdi. 10 yo'l, simul, sorin, mahin, shivin, yesun, irin, yodin, ahan bo'ldi. Keyin pek. Mana shu holatda. Xo'p, yo'l 10, simul 20, sorin 30, mahin 40, shivin 50, yesun 60, irin 70, yodin 80, ahan 90 bo'ladi. Pek bu 100. Mana shu holatda ishlatiladi ekan. Xo'p, endi 55 deydigan bo'lsak, yozaveramiz yana o'sha shivinni yozamiz, 5 tasot. Shivin tasot 55. Xo'p, 65 bo'ladigan bo'lsa, 60 yesun yozamiz va 5 tasot. 65 va hokazo. 99 deydigan bo'lsak, 90 yozamiz, ahan, 9 yozamiz, tepada o'qidik, ahob. Ahan ahob. Mana bu yerda turibdi. Yani 99 mana shu holatda ishlatiladi ekan. Xo'p, buni albatta yodlab olishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Xo'p, mana bu won nima desak, won bu biz bilamiz, koreys tilida o'sha so'mma, pul birligi, won. Xo'p, endi mana bu holatda 10 wonlik 10 won, 50 wonlik 10 won, 100 wonlik pek won, 500 wonlik obek won, 1000 wonlik chonon, 5000 ochonon, 10.000 manon va 50.000 omanon. Mana shu pul birliklari hisoblanadi Koreyada. Hozirgacha hammasi ishlatiladi. Xo'p, keyingi biz o'tadigan grammatikamiz verb, fe'llarga qo'shiladi. Verb degan fe'l degani. Seyo degan grammatika ekan. Ya'ni bu nima desak, bu tarjimasi ing degani. Ya'ni bir narsa qiling degan ma'nosi. Ma'noda misol uchun kaseyo, kada bormog'i, kaseyo desak, o'sha boring bo'ladi. Yoki bo'lmasa mashida nima degani? Ichmoq degani. Mashiseyo. Iching. Va hokazo. Misol uchun aytamiz, hop, bugun uyga erta boring.
오늘 집에 일찍 가세요. 오늘 bugun 집에 uyga ilchik ertaroq 가세요 boring. Shu holatda. Ya'ni eng degan ma'nosi. Ulli undosh tanlaydi. Agar undosh bilan tugasa uy seyo, agar ulli bilan tugaydigan bo'lsa fe'limiz shunchaki seyoni qo'shib ko'ramiz. Misol mana bu yerda kaseyo ulli bilan tugadi ka, a, mana a. Shuning uchun seyo. Agar undosh bilan tugaydigan bo'lsa mokda yemog'i mok seyo. Mok seyo holatda ishlatamiz ekan. Xo'p, pastiga misollar ko'rsak, o'sib o'seyo, ya'ni xush kelibsiz, yaxshi keling degan ma'noda. 여기 앉으세요. Bu yerga o'tiring. 자, 숙제를 하고 텔레비전을 보세요. ya'ni uy vazifa qilib bo'lib, televizor ko'ring. 책을 좀 읽으세요. iltimos kitob o'qing degan ma'noda ishlatilyapti ekan. Xo'p, 연습도 bajarib ko'ramiz. 선생님은 교실에서 여러분에게 무슨 말을 해요? 선생님이 대해서 이야기해 보세요. ya'ni bularni tuzib qo'yamiz. Va keyin grammatikamiz otlarga qo'shiladi. Ke, pyong, chan, kirit. Endi bular grammatika emas, bular nima desak, bular ta dona qo'shimchalari. Ta dona. Misol bitta olma, 4 ta misol hop kola, hop 2 ta ovqat va hokazo deymiz-ku, xuddi o'sha holatda ishlatiladigan ta dona qo'shimchalari hisoblanadi. Misol uchun bular endi juda ham ko'p. Nima uchun boshida biz karat sanog'ini o'tdik? Chunki karat sanog'i asosan mana shu ta dona biliklari bilan, ta dona qo'shimchalari bilan birga ishlatiladi. Xo'p, misol uchun bitta olma deydigan bo'lsak, olma sagva. Bitta xan. Ta deydigan bo'lsa ke. Bering, jusayo. Sagva xanga jusayo. Olma bitta bering. Biz ko'pincha mana buni almashtirib qo'yishadi. Xanga sagva jusayo deyishadi. Ya'ni bitta olma bering deyishadi. Bu xato. Birinchi o'sha ot keladi, keyin nechtaligi keladi, keyin sanog'i keladi. Shuni yozib qo'yinglar. Birinchi ot keladi, keyin uni sanog'i keladi va qo'shimchasi keladi. Mana shu holatda jadval holatda, formula holatida yozib olinglar. Buni joyi almashsa xato hisoblanadi. Xanga sagva jusayo bo'lmaydi-da, sagva xanga jusayo. Xo'p, endi ke nima uchun desa, ke shunchaki ta degani. Mayda chuydalar sizlar uchun. Pyong nimalar uchun desak, pyong bu butilkalar uchun. Misol bir shisha misol uchun hop suv bering, hop mekchu bering va hokazo shunga o'xshagan. Chan nima desak, bu stakan degani. Ya'ni hop bir stakan suv bering. Mul hanjan jusayo. Mul 2 stakan deydigan bo'lsak, tujan. Bo'ldi. Mul tujan jusayo. 2 stakan suv bering. Kirit nima degan desak, bu ovqatlar uchun. Ya'ni ovqatlarga porsiya degani. Misol imshik han kirit jusayo. Bitta ovqat bering, ya'ni han kirit. Bir porsiya degan ma'noda. Xo'p, mana bu ko'rayotgan bo'lsalaring, tu han deb yozdik. Bular nima uchun desak, ta dona qo'shimchalarida sanoqlar o'zgarib ketadi. Bular qaysilar o'zgaradi desak, mana bu holatda. Xana, tul, set, net. Mana shu 4 ta yana o'zgaradi xolos. Qo'shayotgan paytimizda. Xana xanga, tul tuga, set sega, net nega. Mana shu holatda o'zgaradi. Gapda mana bu holatda kelmaydi-da. Ikkinchi holatda yoziladi gapda. Xo'p, misol uchun o'qiymiz. Bimbab tu kirit jusayo. Bimbab 2 porsiyada bering. 2 ta idishda bering. Ne 잠깐 기다리세요. biroz kutib turing. 방 한 개 주세요. bitta non bering. Kola 몇 병 샀어요. necha butilka kola sotib oldingiz? 2 병 샀어요. 2 butilka. 오늘 커피를 3잔 마셨어요. bugun kofe 3 stakan ichdim. 냉면 4 그릇 주세요. 냉면 o'sha ovqat nomi 4 ta porsiya bering. 4 porsiya ne 4 degani kirit o'sha idish degani. Mana misol uchun mana bu yerda porsiya turibdi. O'sha idishda shu kirit ma'nosida keladi. Xo'p, bu juda ham ko'p ta'lim qo'shimchalari. Misol uchun binolar uchun alohida, yoki bo'lmasa texnikalar uchun alohida,
qog'ozlar uchun alohida, kitoblar uchun alohida, har xil, hammasi alohida ishlatilinadi o'zi, ishlatilishi shart. Endi ularni qayerdan topasiz desa, bizning shu Telegram kanalimizdan o'tib turib, bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. O'sha yerga to'liq barcha ta'dona qo'shimchalarini yuklab qo'yganmiz. Xo'p, mana bu yonsib desa, bajarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha nechta sendvich, sendvich hangi jusa, bitta sendvich bering. 추스 몇 잔, 아이스크림 몇 개, 녹차 몇 잔, 콜라 몇 병, va hokazo. Shu holatda nechta bor, nechta sotib oldim, nechta yedim va hokazo. Xo'p, pastdagi maragini o'qib tarjima qilib qo'yamiz. Xo'p, keyingi grammatikamiz otlarga qo'shiladi i, ka. Sifat keladi a, yo, o, yo. Ya'ni o'sha xo'p, nimanidirning xo'p sifatini haqida gapirganda ishlatamiz. Biz aytamiz-ku, ukam aqlli, kitob misol og'ir yoki bo'lmasa tarvuz mazali, xo'p, ko'la nordon, limon achchiq va hokazo. O'sha holatda ishlatamiz ekan shu formulani. Misol uchun birinchi ot kelyapti. Hop, ukam deb yozaylik. To'ngsang. Keyin o'sha otning unli undoshiga qarab i, ka qo'shiladi ekan. Agar undosh bilan tugasa i, unli bilan tugasa ka. Undosh, unli. Endi bu undosh bilan tugaganligi uchun to'ngsang i. Endi adjective degan sifat degani bilamiz. Sifatini aytamiz ekan. Ukam qanaqa? Misol aqlli. Ketdi, aqllini yozamiz. Tok, tok. Keyin yakunlab qo'yaveramiz. Heyo. Ayo, oyo qo'shganimizda tok tok hada o'sha o'zgarib ketadi. Tok tok heyoga. Xo'p, abini o'qiymiz. Moga mashissoyo. Nima mazali desak, subagi i mashissoyo. Tarvuz mazali. Xo'p, oranjiga sayo. Shu oranji, apelsin. Apelsin o'sha arzon. Hakyoga choayo. Maktab yaxshi. Kiri pokchapheyo. Yo'l tirband. Muzun imchigi mashissoyo. Qaysi ovqat yaxshi. Mazali degan ma'noda. Xo'p, mana shu formula asosida ham nimanidirning sifatini ko'rsatgan baytimizda ishlatamiz. Bu vazifa bemalol o'sha uyda bajarib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni, xo'p, mana bu noun o'rniga biror bir ot so'z turkumini qo'yasiz. Kim nima qilsa javob bo'ladigan va ikkinchisiga bo'lsa sifat. O'sha otimizning sifati qo'yamiz va yakunlab qo'yamiz a, yo, yo bilan. Juda ham sodda grammatika formuladan biri. Mana bitta eng yaxshi grammatikalarımizdan biri keldi. Bu ham otga qo'shiladi to. Bu nima degani desak, ham degani. Juda ham oddiy grammatika. Misol, men ham boraman deydigan bo'lsak, men nima degani? Cho. Ham bo'lsa chodo. Chodo men ham. Chodo qayo. Men ham boraman. Yoki bo'lmasa omonido hop mog'ossoyo. Oyim ham yedilar. Yedi degan ma'noda. Yoki bo'lmasa uri hakyodo choayo. Bizning maktab ham yaxshi. Ham. Mana shu holat. Unli undosh unaqa narsa tanlamaydi. Shunchaki qaysinga ham deb qo'shmoqchisiz. Men ham, ukam ham, telefonim ham yoki bo'lmasa ruchkam ham va hokazo. O'sha holatda to qilib qo'shib ketaverasiz. Misol aytayapti ABda, misolda oranji cho'm jusayo. Apelsin bering iltimos. Krego sagvoda jusayo va olma ham bering. Ne yogi soyo. Ham mana marhamat. 자, 저는 학생이에요. men o'quvchiman. kelli shido 학생이에요. kelli ham o'quvchi. 자, 불고기가 맛있어요. 불고기 mazali. 냉면도 맛있어요. 냉면 ham mazali. 어제 바지를 샀어요. kecha shim sotib oldim. 그리고 운동화도 샀어요. va krossovka ham sotib oldim. 자, ikkinchi maragimiz bor ekan bu yerda. Ikkinchi maragini ham o'qib tarjima qilib qo'yamiz. Xo'p, 155-betda titkimiz bor. Titkini esa o'sha bizning Telegram kanalidan bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Titki ochasiz, bir aniq titkisini ochib turib, trek 66-trekka bossangiz, aynan shu titkini, xo'p, o'sha titkisi kelib chiqadi, audiosi kelib chiqadi. Eshitib, buni albatta bajarib qo'yamiz. Va pastda titki ikkinchisi ham bor, buni ham bajarib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerda ilgi bor. Ilgi albatta chiqadi. 156-bet menimcha. Biroz ko'rinmabdi. Xo'p, shu ilgini albatta o'qiymiz. O'qib turib, pastda savollari bor. Pastdagi savollarga ham javob topib qo'yamiz. Agar qanday tushunmayotgan joylaring bo'lsa, o'sha kommentariyaga yozib qoldiringlar. Aynan shu yerda ko'rib, o'zim chiroyli qilib yana tushuntirishga harakat qilaman.
Va ilgini o'qib bo'lganimizdan so'ng bizga vazifa beriladi. Sigi. Hop, mulgonil panan kwangomunil sobosayo. Ya'ni biror bir narsangizda sotiladigan e'lon yozib ko'ring deyapti. Sasayo, ya'ni sotib oling degan e'lon. Endi nimani sotyapsiz? Qanchaga sotyapsiz? Nechta sotyapsiz? Hop, qachon sotib olgansiz? Nimalarni sotyapsiz va hokazo. Shularni jamlagan holatda kichik bir sigi yozib ko'ringlar. Hop, qoladi bular va oxirida 163-betda chagi pyongabol, ya'ni o'zimizda baholash. Ya'ni butun bir mavzuni, shu 6-mavzuni qanday o'rgandik biz? O'rgana oldikmi degan chagi pyonga baholash. Bilamiz, birinchisiga annan tanoyi pyoshi hasayo, bilgan so'zimizga pichga qo'yamiz va bilmaganimizni yodlab qo'yamiz. Ikkinchisi bo'lsa, shu grammatikalar bo'yicha almajin maral qo'llati horal manzon hasayo. To'g'ri gapni tanlab turib, gaplarni bu yerda yakunlab qo'yamiz tepadagi so'zlardan foydalanib. Va uchinchisi kirimil pogo munjamil manzon hasayo. Rasmni ko'rib, gaplarni to'ldirib yakunlab qo'yamiz. Bu yerga nima yoziladi? Bu yerga nima yoziladi? Bu yerga nima yoziladi? Xo'p, menimcha Sovuq Hamgo 1A kitobi 6-mavzusi ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar qayerdadir tushunmayotgan bo'lsalaring, qayerdadir savol tug'ilayotgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldirsalaring bo'ladi. O'zim ko'rib yana bir bor tekshirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi mavzumiz shu yergacha edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.